Xo'sh. Yaxshi. Endi bu pullarni nima qilish to'lash kerak? Men boyman. Men boyman, judayam boyman. Milliarderman. Tak. To'xta, stop. Men nimaga bu pullarni sochyapman? Yaxshisi tezroq jiyib olaydi. Manda zo'r g'oyat o'ylab topishim kerak qanaqadir. Biznes g'oya o'ylab topmasam bo'lmaydi. Chunki bu pullarni agar bunaqa qilib sochib tashlayotgan bo'lsam, pulsiz qolib ketaman. Yaxshisi zo'rroq biznes g'oya o'ylab topishim kerak. Menimcha Joxa normalniy g'oya biladi. Короче, Joxa chaqirayman, agar nimadir o'ylab topib bersa, bu pullarim ko'payishi kerak. Xo'sh. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va sizlar meni yangi kanalimdagi yangi videoga xush kelibsizlar. Qarochi do'stlar, kanalga tez obuna bo'linglar. Yaqinda 1000 ta obunachi bo'laman, lekin shu paytgacha ushbu kanalda bitta mana shu birinchi video va sizlardan 800 ta obunachi kelib qolibdi. Bu uchun shu sizlarga rahmat aytaman. Endi esa 1000 ta obunachiga erishishimiz qoldi va videoni oxirigacha tomosha qilsanglar bo'ldi. Sizlardan boshqa hech nima so'ramayman. Aytgancha like bosishni unutmanglar, chunki men ko'proq like xohlayapman. Bo'ldi, qarochi sizlar bilan ko'p ko'rishib o'tirishim kerak emas. Tak, hozir men bilasizlar nima qilayotganim. Sizlar uchun yangi video olish uchun sizlar esa juda ham chiroyli bo'lgan bitta aktiv ko'rsatib bersanglar bo'ldi. Men sizlardan xursand bo'laman. Tak, hozir esa qishloqdagi o'zimning shaxsiy ishlarimni qilib olishim kerak. Qanaqa ishsan-da, sen hech qanaqa ish qilmaysan, Joxa desanglar, adashasizlar baratanlar. Men bilasizlar qishloqda nima ishlar qilaman. Ta o'z ko'rasizlar, fermada ishlashim kerak, konkretni juda ham ajoyib ish qilishim kerak. Mana yerda bitta brat, mana u uyda egasi bo'lsa kerak, bilmadim, endi uyning yonida turibdi. Bu yerda bitta eski bino, inshoot, minora, qaror shunaqa narsa bor. Brat, nimaga? Joxa, bu yoqqa bir kel. Tak, bratan, nima gap? Nima ishingiz bor menga? Короче, bitta normalroq mashina kerak. Qayerdandir topib bera olmaysanmi? Mashina? Ha, mashina kerak. Bilmadim qayerdan topish to'g'risi. Mayli bo'pti. Aytgancha seni ber chaqirgandi, ber yoniga bor. Mayli, hozir boraman. Tak, unda ferma ishlari atmayman. Men bir bratni yoniga borib kelay, nima der ekanlar menga. Mana shuni har doim olib tashlayman. Joyi paydo qolayroq, hayronman. Tak, jonom mer uyda, konkret bilaman. Tak, taqillash kerak. Tak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, Joxa. Bo'ldi, kelamiz albatta bratam. Nimaga brat chaqirtirgan ekansiz? Короче, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Короче, eng tepadagi shkafni och. Eng tepadagi. Vo, ajabo. Nima qilay? Короче, o'sha pullarni ol. Tak, давайте все нормально olamiz. Pul olish kerak bo'lsa, nima ham derdim. Albatta olaman-da pullarni. Ta, endi nima qilay? Ta, endi pastdagilarni ham ochib ko'r, ichida narsalar bor, ularni ham ol. Tak, bu yerda bor ekan bir ikkita narsa. Tak, bularni ham olaymi janob mer? Albatta, hammasini qoldirmasdan ol. Tak, buni va buni hamda bularni hammasini olaman. Tak, kechirasiz. Endi nima qilay? Короче, pullarga shahardan birorta zamonaviyroq avtozavoddan mashinalar zakaz qil va qo'lingdagi boshqa narsalar bormi, bloklar? Ha, bor. O'shalardan avtosalon qur. Tushundingmi? Men qishloqda yangi biznes qilmoqchiman. Juda ham ajoyib. Mendan bir ikkita JTL mashina qayerdan olsam bo'ladi deb so'rab yotgandi kakras. O'shalarga zo'r qulaylik bo'lar ekan. Da, bilaman, o'sha uchun senga aytyapman. Zo'rroq avtosalon qil. Men seni, короче, bosh menejer qilib ishga olaman. O'zing hammasini hal qilasan. Bo'ldi, brat, gap yo'q. O'sha men ketdim, ishni boshlayman. Marhamat, navbatingiz keldi, kiroring. Ta, kechirasiz, brat, sal qoldi urib ketishimga sizni. Ta, bugun poliz ishlar atmay. Oshata, men ham ishlamayman. Короче, avtosalonda ishlayman. Ta, birinchi men belkurakni qo'yib turib joyiga, tak, voy, taporim bilan kirkamda olishim kerak. Tak, keling, shuncha narsa qilib, pullarni qaranglar. Oy, dahshat. Stop. Chotga. Ta, endi avval mashina zakaz qilishimiz kerak. Tak, bu yerda eng ko'p sotiladigan mashinalardan BMW uramiz, Mercedes uramiz. Tak, Audi, Force, Lamborghini, yana qanaqa Toyota urishimiz kerak ekan. Yana bu yerda ketadigan mashinalardan. Tak, bilmadim, yana bir ikkita nomini bilmasak ham o'sha mashinalardan ham Volkswagen bor ekan. Tak, Brabus, hamma Isuzu, voy, hammasidan bo'ldi. Все нормально, pulimiz yetadigancha xarid qildim. Menimcha normal bo'lsa kerak. To'xtanglar. Yana ozgina pul qolib ketdi. Shularga ham zakaz qilsam. Tak, okey.
Tak, va nihoyat mana bu oxirgisi bo'ldi. Menimcha, da, rostdan bir tiyin pulim qolmadi. Hammasiga mani pulim emas, qanaqa mani pulim, merda puli qolmadi bir tiyin ham. Hammasiga mashina zakaz qildim. Bilmayman qachon keladi, lekin qachondir yetib kelishi kerak. Men esa tak qanaqa ferma? Tak, fermani yonidan o'tayotganimga ferment deb yuribman. Tak, ana endi men avtosalon qurishni boshlayman. Mana gulni olamiz-da, olib borib nariroqqa mashaqqa yib qo'yamiz. Bo'ldi, всё. Ana endi bir ikkita yer bloklar kerak. Nimaga kerak senga yer blok desanglarga rost tushuntiryapman, bratanlar. Qarab turinglar. Всё нормально. Всё. Okey. Четкий hammasi. Tamam, urug'di. Tak, brat. Brat, to'xtang, brat berdim, yeb qo'ydilar, brat. Dushi bratanim. Shunaqangi bratlar xursand qilib turish kerak doim. Okey. Yetsa bo'ldi mana shu yerga. Tak, nahotki yo'q, mana shu yerdagi ikkitani tak chopamiz-da. Mana shu yerga frank. Okey, normal. Ana endi bizda asfalt bloklar bor. O'sha asfalt bloklarni joylashtirib chiqishimiz kerak. Birinchi qancha kattalikdagi joy qilishni o'ylash kerak. 1 2 3 4 5 blokga menimcha bitta mashina sig'sa kerak, 5 blok normal. Tak, endi mana shu yerdan boshlanadigan qilamiz. Tak, okey. Lekin bitta ortiqcha mana bu yerdan qazib yuboribman, qo'yamiz qaytarib. Tak, endi buni o'rtasini yana mana bunaqa qilib ochib chiqishimiz kerak. Lekin bunaqa qilib ezmalarni o'tirsam juda ham ko'p vaqt ketadi, adashmasam. Shu uchun shunchaki videoni pauza qilaman. Sizlar ungacha esa sezmaysizlar qanaqa qurib tashlaganimda, shunchaki pauzada o'tib ketadi. Короче, pauza. Xo'sh, mana oxirgi bloklar ham qoldi va nihoyat tugatdim. Cho'tki chiqdi menimcha, normali. Tak, telefonimga qanaqadir xabar kelibdi. Sizning avtomobillaringiz yetkazib berildi. Manzil mana orqamga yetkazib berishibdi. Wow, mashinalar qaranglar. Mana nima mashina? Nomini bilmayman, to'g'risi. Mana uni ham nomini bilmayman. BMW. Nahotki BMW shunaqa g'alati rangida olib kelishadimi? Mayli. Wow, mana bu mashina nima bunday katta uzunchoq mashina? Lamborghini va Mercedes Gelik. Voy, eshigini ochib qo'yishibdi-ki, g'alati. Nima bunaqa qilib olib kelishgan, bilmasam. Menimcha yetkazib berishga oid qanaqadir shikoyat bersam bo'ladi ularga. Tak, mashinalarni endi asta-asta tayyorlagan parkovkamga joylashtirishim kerak. Birinchi naryoqdagi, ya'ni to'rdagi parkovkadan boshlaymiz. Tak, to'xtanglar. Men buni tashqaridan ko'rib parkovka qilmasam, parkovka qilishim biroz qiyin bo'lishi mumkin. Okey. Всё нормально. Всё нормально. Menimcha chotki bo'ldi. Tak, jigarlar, kanalga obuna bo'lishni yana bir marta eslatib o'taman sizlarga. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Men esa mana mashinalar parkovka qilishni davom ettiraman. Oho, hali shuncha mashina bor. Qachon parkovka qilib bo'laman bular hammasini? Qachon bo'lsa ham qilib bo'laman. Sizlar prosta kuzatib tursanglar bo'lgani, sizlar menga motivatsiya berib tursanglar bo'lgani. Uy. Obbo, palakatmanda, g'irt palakatman buni qaranglar. Bitta uyda bitta blok qo'limga o'tib qoldi. Bittasi yana nimadir bo'ldi. G'irt palakat bo'laman. Ko'ryapsizlarmi? Sizlarning mana shunaqangi palakat o'rtoqlar bo'lsa, videoni o'sha palakat o'rtoqlarga tashab qo'yinglar. Tak. Okey. Voy, dot. Namuncha yaqin haydadim. Qo'rqib ketdim, bor urib oldimmi deb. Tak, всё. Tormoz ishlamaydi bu mashinani. Ozroq bil, всё normal. Okey, yopamiz va mana bu uyni blokini bor joyiga qo'yib qo'y, egasi ko'rsa men yig'laydi. Uyimni buzding deydi. Tak. Mana yerda tosh yo'q, bilmayman, toshlarni topolmadim to'g'risini aytsam. Ana endi zo'roq mashinalarga o'taylik. Nima faqat shunaqa mashinalar haydab o'tiramizmi? Ya'ni endi BMW M4 va bir balo mashinasiga o'tamiz. Va menimcha shu eng to'g'ri etadigan mashina ham shu bo'lsa kerak. Hech qanaqa muammosiz tekis boradigan mashina bo'lsa kerak. Chunki M4 da avvalgi videolarda ham ko'p haydaganman va menimcha M4 haydash juda ham oson va bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Eng osoni mana shu bo'ldi. Faqat parkovkani to'g'ri qilgan bo'lsam, yorib parkovka qilib yoribman, boru. Sizlar bunaqangi parkovkani bilmayman qachon umringizlarda ko'rgansizlar, balki ko'rmagan bo'lishinglar ham mumkin. Gelik deb aytamiz. Gelikda ham parkovka qilish menimcha oson, chunki gelik ham avval haydaganman. Ya'ni avvalgi videolarda balki ko'rgandirsizlar, balki ko'rmagandirsizlar. Uni endi o'zingizlar bilasizlar. Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rganman, jigar deylar. Ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rmadim, bratan deb qo'yaveringlar. Tak. Menimcha
oson. Всё нормально. Bu ham chotki bo'ldi. BMW ustiga chiqib ketdim. Uzr BMW kechirasan. Ha bo'ldi. Unaqangi unaqa erkalatib yuborish shart emas BMW ni ham. Mana bu mashinaning nomini to'g'risini aytsam, umuman bilmadim. Qanaqa mashina bu? Birinchi shuni aytay, oxiriga Lamborghini qolsin. Lamborghinini chunki haydamaganman, to'g'risi. Bunaqangi tezkor mashina haydamaganman. Hozir haydab ko'ramiz. Menimcha juda ham tez yursa kerak. Tak, eng oxiriga to'g'ri kelar ekan Lamborghini. Bu juda ham yomon degani, chunki oxirida qolsa qo'rqib chekkada qolib ketishi mumkin-da. Mana uni ham nima edi? Короче, parkovka qilish osonroq bo'ldi, lekin eshik tegib qoldi. Mayli, birak bo'lmadi muhimi. Birak bo'lsa agar oladigan odam norozi bo'lib olardi, lekin men birak qilmasdan tushib oldim, ko'rdingizmi? Mana uni eshigi tepada ochiladimi deb o'ylasam, to'g'riga ochilar ekan. Lekin salon adel tema, ko'ryapsizlarmi? Vosh kichkina mashincha, boshim chiqib qolyapti tepasidan. No, bu endi Minecraftda fizika qonunlariga tupurib qo'ygan joyi. Tak. Okey. Voy dot. Eng tez parkovka qilganim mana shu bo'ldi, to'g'risini aytsam. Qaranglar qanday 0 parkovka bo'lgan. Wow, mana shunga parkovka qilganimga o'zim borku maza qilib onasini emsin. Hozir parkovkada qaysi qiyshiq bo'lganini ko'rib olamiz. Mana u chiqib ketibdi. Tak, gelik orqada bo'lib qolibdi. Qolgan mashinalar menimcha bir tekisda bo'lgan. Faqat BMW ozroq chiqib qolibdi. Bo'ldi, qolgan gelik orqaga olib ketgan va chiqib ketgan va BMW ham ozroq chiqib ketibdi. Menimcha hammasi normal. Endi borib nima edi, kim edi? Merga aytib kelishim kerak. Brat, mana hamma ishlar tayyor, ya'ni hamma mashinalar olib keldim. Avtosalon to'liq qurildi. Deyishim kerak. Yana bir bor assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ser salom Jo'xa. Bilasiz, o'zi doim sizga ko'p salom beraman. Da, bilganim uchun ser salom deyapman-da. Короче, sizni avtosaloningizni to'liq qurib bitkazdim. Hamma mashinalar kelib bo'lgan. Balki chiqib bir ko'rib kelarsiz, a? Yo, ko'rib o'tirishim shart emas. Menda hammasini ro'yxati bor, kompyuterimga tashlab berishdi avto zavod tomonidan. Tushunarli. Demak, narxlarni ham o'zingiz belgilab qo'yasiz-a? Ha, mashinalarning ustida avtomatik chiqadi, sen borsang hozir. Короче, o'shalarni sotasan-da, normalniy soqqa qilasan-da, soqqalarni olib kelmaga berasan, tushundingmi? Tushundim. Lekin o'zimga ham bitta mashina olmoqchiman, nima deysiz? O'zingga ham o'sha narxda olasan. Hech qanaqangi ularga qarindoshchilik va boshqa narsalar ketmaydi, tushundingmi? Tushundim. Mayli, rahmat Barat. Buguncha dam olsam maylimi? Ertadan savdo qilsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Rahmat, mayli, men uyga ketdim unda. Tak, как раз o'z polsdagi ishlarim qolib ketgan. Mana shu polsdagi ishlarimni ko'ramanmi yoki boshqa ishlarnimi? Lekin mana bu yer вообще отдельный tema bor. Qishloqni butunlay sotsa ham mana bu yerdagi bitta mashina narxi bo'lmaydi. Ha, mayli. Nima ham derdim. Yaxshisi kirib biroz damni olay, chunki juda ham charchadim. Avtomobil haydash juda ham qiyin. Yaxshisi biroz kompyuter o'ynagan ma'qul.